163 bob. Bobu fazlul kabiri. Katta kishini, katta yoshdagi kishilarni fazli to'g'risidagi bob. 353 hadis. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi payg'ambar alayhisolatu vassalomdan rivoyat qiladilar. U zot aytibdilarki: "Man lam yarham sag'irana va ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Kimki bizning kichkinamizni, ya'ni kichkina bolalarimizni rahm qilmasa va kattalarimizni haqqini bilmasa, ado qilmasa, u bizdan emasdir debdilar. Bu mashhur hadis. Mo'min musulmonlar demak o'zlarini jamoasidagi kichik yoshdagi rahm shafqatga muhtoj bo'lgan bolalarga rahm ko'rsatish kerak, marhamat qilish kerak, mehribon bo'lish kerak, boshini silash kerak. Shu bilan birga esa kattalarni haqqini bilib, ularni ehtiromini joyiga qo'yib, e'zozini joyiga qo'yish kerak. Mana shu mo'minlik, musulmonlik siymosi bo'ladi. Musulmon jamiyatini a'zosini belgisi bo'ladi. Agar o'sha jamiyatda yashab turib, istiqomat qilib turib, kichkinalarga rahmli bo'lmasa, kattalarga ehtiromli bo'lmasa, haligi siymoni yo'qotadi. Shuning uchun payg'ambarimiz undoq odam bizdan emasdir deyaptilar. Mana shu ma'noni biz anglashimiz kerak, bunga amal qilishimiz kerak. Kichkinalarga rahm shafqatli bo'lib, kattalarga hurmat, ehtiromli bo'lishimiz kerak. 354 hadis. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga yetkazib aytgan ekanlarki, payg'ambarimiz aytibdilar: "Man lam yarham sag'irana va ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Bu ham o'sha avvalgi hadisni o'zi ekan. Bir oz demak lafzida o'zgarish bo'lsa ham, lekin avvalgi hadisni ta'kidi uchun, bu ma'noni yana quvvatlash uchun kelgan ekan. 355 hadis. Amr ibn Shuaybdan, u kishi otasidan, u kishi bobosidan rivoyat qilgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki: "Laysa minna man lam ya'rif haqqa kabirina va yarham sag'irana." Bu ham o'sha avvalgi ma'noda, lekin o'rni almashibdi. Kattalarning haqqini bilmagan, kichiklarga rahm qilmagan bizdan emas debdilar. 356 hadis. Abu Umamadan rivoyat qilibdi. Bu ham xuddi shu ma'noda ekan. Demak, ko'pchilik eshitgan ekanda, hali u kishi, hali bu odam, hali uchinchi boshqa shaxs rivoyat qilyapti. Buni ma'nosi shuki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan bu gap bir necha marta qayta sodir bo'lgan. Buni bir kishi, ikki kishi emas, balki ko'pchilik eshitgan, tarqalgan. Mo'min musulmonlarning orasida bu hadis katta shuhratga ega bo'lgan.